Nihoyat hamma qurollar topildi. Hammaga salom. Mening ismim Winston va men qurol sotuvchisiman. Meni ancha yillar avval yo'qolgan qurollarim topildi va bularning hammasi qayerda ekan deb o'ylaysizlar? Merning o'yining tagida. Bu yerga ularning hammasini do'stim yashirib ketgan, lekin mer nima uchun ruxsat bergan o'yin tagida qurollarni yashirishga? Chunki ko'rdinglarmi, bu yerda narvonlar turibdi. Boshida men bu haqida o'ylamagandim, lekin endi tushunib yetdim. O'ylashimcha video juda ham qiziq bo'ladi, chunki biz buni sirini ochishimiz kerak. Nima uchun mer ruxsat berganiga do'stimga. Tak, qani bularni hozir kovlashimiz kerak va olishimiz kerak. Magazinlar tiqilib qoldi, chunki bu yerda juda ham ko'p magazinlar. Hammasini olamiz. Deyarli kichkina bir armiyani ta'minlashga yetadigan qurollar bor bu yerda. Tak, hozir seyfni ochamiz. Seyfning ichida esa qurollarning o'zi bo'ladi. Tak, oldimmi? Jin ursin. Uchib ketyapti, bo'ldi. Endi yo'q, menimcha inventarimga sig'masa kerak. Mayli, bularni hozir qo'yib tashlaylik, chunki yer menga kerak emas va ochamiz. Ha do'stlar, qurollar joyida, kalashlar yaxshi. Endi bularni olib ketish kerak. Bilasizlarmi, menimcha bu kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish uchun eng yaxshi vaqt, chunki biz hozirning o'zida jackpotni qo'lga kiritdik va bularni sotibqa qo'yganimda aniq boyib ketaman. Xo'sh, kerakmas narsalarni tashlab ketish kerak, chunki qurollarni hammasini ola olmayman. Undan tashqari qurolni bir donasini shu yerda qoldirib ketaman magazinlari bilan birgalikda. AK-12 ni tashlab ketsam yaxshi bo'ladi, chunki menga shuncha quroldan o'zimga bir donasini olib qo'yishim baribir ham kerak bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Agarda birontasi hujum qilib qolsa nima qilaman? Yo'q, aytishingiz mumkin, do'koningdagi qurolni olib ishlataver deb. Lekin sotib qo'yilgan qurollarni ishlatmaslik kerak. Aks holda sotib olishmaydi. Bularning hammasi toza qurollar, zavoddan chiqqan, yangi, hattoki seriya raqamlari ham yo'q. Bu esa juda ham muhim. Agarda videoni tomosha qilishda davom etsangiz, serialning keyingi qismlarida albatta bilib olasizlar nima uchunligini. Buni olamiz va bo'ldi. Tak, telefon menga kerak bo'ladi, instrumentlar yaxshi. Ajoyib. Endi esa do'stlar, bu yerdan yog'imizni chiqillatamiz. Ochish kerak. Bu yerda esa tosh bor. Tak, narvonni turib sindirish qiyin bo'ladi, ayniqsa hozir mana bu shuncha qurol bilan sakrasham og'ir bo'lib qoladi. Mayli, davay, mana buni hozir ochamiz va mer uyg'onib qolmasin. Tak, buni olishimiz kerak. Yo'q, bo'ldi. Endi esa bu yerdan ketamiz. Qani, tak, davay, chiqa olmayapman. Jin ursin. Og'irlik qilyapti. Tak, davay, bir oppa. Yo'q. Qani, ushlashga ham joy yo'q bo'ldi. Chiqib oldim. Yaxshi. Endi tuyog'imizni chiqlatamiz, qurollarni tashlash kerak vaqtinchalikka, chunki mana bu bloklarni olmasam bo'lmaydi. Xo'sh, bu yerni yopamiz va bo'ldi. Tepasini chin ursin, tosh yetmaydi-ku. Yo'q. Tak, pastga tushganda bo'ldi. Ana endi aniq ketamiz bu yerdan, chunki qancha uzoq vaqt bu yerda o'tirsak, shuncha qo'lga tushishimizni imkoni ko'payadi. Bo'ldi, bularni hammasini olamiz va surdik bu yerdan. Xo'sh, chiqishga qulayroq joy yo'q. Yana shu yerni ochishimizga to'g'ri keladi, mayli. Tak, davay. Ajoyib bo'ldi. Endi do'stlar, o'zimizni uyga nima? Ertalab bo'lyapti, tong otyapti. Shuncha vaqt o'tirdim merning o'yin tagida. Chinursin, bo'ldi, tezroq ketdik. Yaxshi. Kechim yo'q. Bo'ldi. Mana shu uyda yashar edi. Mana o'zi janob politsiyachi, o'zi keldi. Kim shu ya? Chinursin. Yo'q. Och eshikni. Chinursin, tak, qurollar. Fuqaro, iltimos, u yerdan chiqing. Qanaqa fuqaro? O'yinchi bo'lmaydimi? Ha, o'yinchi bo'ladi, lekin menga fuqaro deyish yoqadi-da. O'zingiz bilasiz. Tezroq chiqsam yo'qmi? Hozir chiqyapman. Yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Qo'rqib ketdim-da. Nimaga qo'rqasan? Jahlingiz chiqib turibdi. Muomalasi yaxshi ekan, sen esa o'g'ri deyapsan. Nima bo'ldi, janob politsiyachi? Men tushunmayapman. Xullas, bu odam aytayaptiki, siz telefonni o'g'irlabsiz. Nima? Men hech narsasini o'g'irlaganim yo'q. O'zim ham hayron qoldim ko'rinishingizdan. Tatuirovkalar, xullas. Endi yoshligimda urib qo'yganman-da, lekin men o'zim juda yaxshi, qonunsevar odamman. Shuda. Kim yo'qimni buzyapti? Crazy men bo'ldi, telefon uyda qolgan bo'lsa kerak. Nima bo'lyapti? Hoy, janob politsiyachi, nima bo'ldi? Hech nima, keyin ertalab hal qilarmiz. Wow. Rahmat deyish shart emas. Rahmat. Mayli. Tushunursin. Wow, ko'rdinglarmi? Jitel ham shuncha jahl chiqib turgan joydan qochib ketdi. Politsiyachi esa indamasdan ertalab hal qilamiz dedimi? Bo'lishi mumkin emas, nahotki Crazy Jitel bu qishloqda shunchalik dahshatli bo'lsa, mana bu qurollarning hammasini ko'rib qolishlari mumkin edi, lekin Crazyga rostdan ham rahmat. Tak, bularni esa hozir olishimiz kerak, bir yoqlik qilmasak bo'lmaydi. Shuncha qurol turibdi bu yerda. Takka yashira olmayman, lekin tepagida yashirishim mumkin, chunki tepada shundoq ham sandiq bor. Mana bularni hozir hammasini olaman. Hammasini olishga ham yetmasa kerak, lekin davay. Ko'mir, bu yerga esa qurollarni tiqib tashlayman, chunki politsiya ertalab kelaman dedimi? Bu yaxshi xabar emas. Do'konni hozircha ocha olmaymiz degani.
Xo'sh, qani qurollarni qolganini ham tashlab qo'yamiz va albatta kutilgandek yana bir qismi qolib ketdi. Hali Mark ham olib kelsa, undan ham ko'proq qurollar bo'ladi. Ha, do'stlar, qishloqda yana meni sherigim yuribdi. Uni ismi Mark. U jitel va u portlaydigan qurollarni olib kelyapti. Granatalar, bazukalar, RPGlar va albatta o'zi navideniya qiladigan javelinni, u eng qimmat turadigani. Ha, to'g'ridan to'g'ri urushdan kelgan. Shuning uchun ham ularni hammasini qimmatga sotish mumkin. Kutish qoldi. Xolos, hozircha menga xabarlar ham yozmagan. Hech narsa. Stop. Yo'q. Signal olmayapti nimagadir. Chinirsan. Mayli, hozir ertalab bo'lsincha ko'ramizda, men ham ozgina dam olaman. Tong otibdi, tamomiga. Tak, bu nima bo'ldi? Daftar? Menda daftar yo'q edi. Tak, kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Men 23-uyda bo'laman. Telefon kuzatuvda. Nima? Xabar yozma. Qo'ng'iroq qilma. Tushunursin. Menimcha buni Max qoldirgan. Lekin nima uchun o'zimni uyg'otmasdan? Shunchaki qog'oz tashlab ketdi. G'alati. Tak, mayli. Juda ham hayronman nima qilishga endi. Do'stlar, bu juda ham g'alati. Tak. Max menga qog'oz tashlab ketgan, lekin o'zi yo'q nimagadir. Xabarlar ham. Tak, mayli. Xabar yozish kerak emas bo'lsa, telefon kuzatuvida bo'lsa nima qilishni bilamiz. Xatni ham tashlab yuboramiz, telefonni ham. Bo'ldi endi. Quduqning tagidan hech kim topa olmaydi. Yana politsiya kelishiga tayyor turish kerak. Hozircha politsiya ko'rmayapti, lekin qurollarni qayerga yashirishni bilmadim. Crazy. Chaqirdingmi? Men salom kechagi ish uchun. Hech qisi yo'q. Fermamga qaraychi. Sen qachon qaraysan? Hozir. Mayli. Tushunursin. Tak. Xo'sh, kartoshkalarni terish vaqti bu. Tushunmadim. Tushunursin. Tak. Yo'q. Qo'rqib ketdim do'stlar. Menga qaragan vaqtida turib tushunmadim deb orqasiga qarasa bo'ladimi? Yo'q. Juda ham g'alati. Psix. Tak, bo'ldi. Hozir merning yoniga borishi nima? Mana kechagi odam. Nima? Kechagi masala bo'yicha. Qaysi masala? Janob mer, salom, nima bo'lyapti? Uyimga o'g'ri tushibdi. O'g'ri? Tushunursan. Eshik. Teginmang, yana barmoqlari uchib ketmasin. Uzr. Xullas, o'g'ri tushdi uyimga. Yomon bo'pti, janob mer. Nima qilasiz endi? Bilmadim, ko'ramizda. Nimalarni o'g'irlabdi? Pullarni. Boshqa joyga tegmabdimi? Yo'q. Yaxshi. Men ketdim unda. Bo'pti. Fermanga qachon qaraysan? Kechroq. Xo'p. Tushunursin. Tak, menga qarashyapti, ana jitel, aniqrog'i politsiyachi ham aytib qoldi, kechagi odam deb. Tak, janob kutubxonachi. Menga 23-uy kerak edi. 23-uy, yuring ko'rsataman. Nimaga o'zi u yer bo'shda shunchaki? Menmi u yerda xullas sotib olmoqchi edim. Yo'q, Tak, nima bo'ldi o'zi? Shunchaki u yerda ega bor-da. Ega bor? Kelishgandim. Qiziq. Nimasi qiziq? Uni egasi sotmoqchi emas edi. Men kelish bo'yicha ustaman. Yaxshi. Tak. Shubha qilib qoldi shekilli. Bekor ortiqcha gaplarni gapirib tashladim. Shunchaki ishim bor deb qo'ysam bo'lardi. Tak, mayli ketdi. Tak. Okey. Oy, Mark. Eshikni och. Mark, bu men. Winstonman. Mark. Yo'q, nimaga? Ochiq ekan-ku. Yo'q. Winston bu. Tak, chiroq. Okey. Nima? Tak. Qon va mana bu bolta. Tushunursan, men albatta qonni ko'rganman, ammo mana bu yerda nimalar bo'lishi kerak edi. Bo'sh turibdi, g'alati. Bu yerda juda ham qo'rqinchli turibdi, chunki ko'ryapsizlarmi, qanaqadir go'sht chopar tashlab ketishgan. Bu bo'lishi mumkin emas. Nahotki Markni o'ldirishgan bo'lsa? Yo'q. Tak, sekin. Bu yana kim bo'ldi? Tushunursan, meni kuzatishyaptimi yoki o'ynama? Bu yerdan tuyog'imizni chiqlatmasak bo'lmaydi shekilli, do'stlar. Nimalar bo'lyapti qishloqda? Axir tinchgina qishloq edi. Mana shu yerda kakras qurollarni sotib maza qilib yashab yuraman deganimda g'alati narsalar boshlanib ketyapti. Tak. Politsiyachi ham hozircha qishloqda, demak, merning ishlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bizda ozgina bo'lsa ham vaqt bor va nima qilishni bilaman shekilli. Axir Crazy umuman hamma qo'rqadigan odam bo'lsa, uni o'yini tagida yashirishimiz kerak qurollarni. Do'stlar, faqatgina bilmadim, o'zi topib oladigan bo'lsa nima bo'ladi? Lekin topib olmaydi deb umid qilishdan boshqa qiladigan ishimiz ham yo'q-da. Tak, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Hozir mana buni olamiz va qani do'stlar, ketdik. Shu fermasiga qarayotgan bo'lsa, bizda vaqt bor. Xo'sh, mana bu yerni ham ochamiz va kiramiz. Xo'sh, Crazy'ning uyi yaxshi. Sirrazi mana bu yerda kravatning tagidan qo'yib tashlashimiz mumkin. Menga yana sandiq kerak bo'ladi hozir bu yoqqa qo'yishga va mana bu lopatka ham. Bu yerni ochamiz.
Tak, tushish uchun joy kerak va bo'ldi. Bu yerdan ochamiz. Yaxshi. Endi bu yerda do'stlar biz bemalol ishlarimizni qilishimiz mumkin bo'ldi. Tepadagi qurollarni hozir olishimiz kerak va mana shu qurollar yordamida biz bemalol buni olamiz va bemalol istaganimizcha tak pul ishlashimiz mumkin. Lekin ungacha hammasi tinchigunicha, ana bu politsiyachi ketgunicha bu yerda ozgina bo'lsa ham qurollarni yashirib turishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni Crazy o'yin tagida aks holda ularni topib oladigan bo'lsa, yomon bo'lishi menimcha hamma shundoq ham biladigan narsa. Tak, davay buni olamiz va buni ham sindiramiz. Yaxshi. Endi esa yashirishimiz kerak. Tak, mana bu yoqqa qo'yamiz va bunisini bu yoqqa bo'ldi. Endi esa mana bularni tashlaymiz. Ajoyib. Bizga bu qurollar juda ham kerak. Shunga qarab harakatimizni qilaveramiz. Yaxshi. Endi esa yopamiz. Tak. Qani bo'ldi. Olyapman va qo'yishimiz kerak. Xo'sh. Mana bu va bo'ldi. Kelmayapti, hech kim. Kelmayapti. Yaxshi. Endi esa tushunursin. Tak, sekin tez. Tak, bo'l. Tushunursan, qanchalik yoqmaydi-ya menga shu fermerlik ishlari. Mayli, dam olganim bo'lsin. Sezmadi yaxshi. Lekin fermerlik ishlari yoqmaydi deydimi? Lekin ertalabdan ferma haqida so'rab yotganda mendan rostdan ham psix, umuman g'alati bilib bo'lmaydi nimani xohlashini. Bu endi nima bo'ldi?